Xalifilik va bay'at hukmlari. Xalifilik musulmonlardan bir kishining Allohning mu'min bandalari uchun qurgan ilohiy qonunga uyg'un bir shaklda xalqga rahbarlik qilish uchun tanlanishi bo'lib, bu ijtimoiy hayotni tartibga solish uchun zarur shartdir. Haqiqatda abstrakit qonun va uni to'liqlovchi prinsiplarning bo'lishila jamiyatning amonligi va islohati uchun yetarli emas. Qonunlarning insoniyatning baxt saodati uchun vasila bo'la olishi faqat u qonunlarni yo'l qo'yadigan bir ijroiya organning bo'lishi bilanla ishga oshadi. Shunga Alloh taolo muqaddas qonun nizomlar bilan birga insonlarga u qonunlarni tatbiqlaydigan bir ijroiya organni ato qilgan edi. Payg'ambar alayhissalom mana bu maqsadda islom jamiyatining barliq ijroiya organlariga rahbarlik qiladi. U musulmonlarni iymonga da'vat qilish, vaz tabliq etish, islomni tushuntirish, hukmlarni izohlashga o'xshash bir qator muhim vazifalarni o'rinlash bilan birga bu hukmlarning to'liq va mukammal ijro qilinishiga ko'ngil bo'ladi. Bu yo'lda ko'rsatgan xizmat va tirishchanligi natijasida islom davlatining barliqqa kelishiga shart-sharoit yaratib bergan edi. Payg'ambar alayhissalom jazo qonunlarini tuzib qolmay, ularning ijro qilinishiga ahamiyat beradi va o'zi shaxsan jazoni ijro qilishga qatnashadi. Payg'ambar alayhissalomdan keyin musulmonlar tarafidan saylangan xalifalarmi bu vazifalarni o'z ustiga olib, to'liq ijro qilishdi. Xalifalar faqat islomning hukmlarini xalqqa bildirib qo'yish uchun saylanmaydi. Islom ahkomlarining o'zliksiz ijro qilinishi ularning xalifalikka tayinlanishining boshqa bir sababi edi. Mana shu sababdan islomda xalifalik hukmi bekmi muhim bir ma'noga ega. Shubhisizki, xalifa har doim o'zining Alloh taolaning huzurida xalqga mas'ul ekanligini his qilib turadi. Har qanday kamchilik sababidan qiyomatda hisob beradiganligiga ishonadi. Shuningdek, bu to'rt xalifa Allohdan bekmi qo'rqqanligi uchun kecha-kunduz musulmonlarning xizmatini qiladi. Madinaning ichi va sirtidagi bozorlarni birma-bir aralab yurib, xalqning dardlariga darmon bo'ladi. Tunji xalifa Hazrat Abu Bakr Rasulullohning xalifasi deb qaraladi. Shunga Payg'ambar alayhissalom Allohning ahkomlarini to'liqi bilan bajo keltirgandan keyin Hazrat Abu Bakr xalifalikka tayinlanib, uning o'rinbosari bo'lgan edi. Mana shu tariqada har bir xalifa o'zidan burungi xalifaning unvoni bilan ataladi. Masalan, Hazrat Abu Bakr Payg'ambar alayhissalomning o'rinbosari, Hazrat Umar Hazrat Abu Bakrning varisi degandek. Mana bu qo'shimchalarning zanjirsimon uzrab ketishi va xalifa kalimasining ko'p takrorlanib ketish sababidan keyingilar faqat xalifa deb atiladigan bo'ldi. Bundan boshqa Hazrat Umar davridan boshlab xalifalarga Amirul Mu'minin degan sifat beriladigan bo'ldi. Xalifa vafot bo'lishdan burun majlis a'zolari bilan maslahatlashib, o'z o'rniga chiqadigan xalifani shaxsan o'zi tayinlaydi. Ya'ni Hazrat Abu Bakrdek. Yoki orasidan birini xalifalikka tayinlash vazifasini majlis a'zolariga topshiradi. Ya'ni Hazrat Umardek. Va yoki Hazrat Osmon shahid qilingandan keyin Hazrat Ali xalifalikka tayinlangandek majlis a'zolari kengayishib, o'zlarining ichidan birini xalifalikka tayinlaydi. Xalifalikni miros yo'li bilan bir oilaga maxsus vazifa qilib olishga, oilaning kelib chiqishi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, xalifalikni ma'lum bir oilaning miros xarakterlik saltanatiga aylantirib olishiga bo'lmaydi. Islom dini mundaq bir rahbarlik sistemasini to'nimaydi. Xalifalik uchun uyg'un bir shaxsiyatga ega bo'lish hargizmi nasab bilan munosabatlik emas. Shundaqla xalifa bo'lish uchun uyg'un bo'lgan shaxsiyat va aloyidliklarga ega bo'lish bilan oldingi xalifaning tuqqani yoki yaqini bo'lishning hech qanday munosabati yo'q. Balki faqat solih, ya'ni Allohning amrlarini to'liq bajo keltiradigan durust va samimiy kishi bo'lishining o'zila yetarlidir. Ustunlik faqat taqvolik, ya'ni Alloh bekitgan chegaradan eshib ketmaslik bilan o'lchanadi. Mughira ibn Sha'ba Hazrat Umarga o'zidan keyingi xalifani tayinlash haqida kimni tanlashingni sana tavsiya qilaymi? Eng yaxshisi o'g'ling Abdullohni tanlagin deganda Hazrat Umar Alloh jiningni olsin. Qasam qilamanki, men shundoq qilish, ya'ni o'z o'g'limni xalifalikka tayinlash orqali Allohning roziligini ola oladiganligimga ishonmayman. Bizning oila bo'yicha sizlarga xalifa bo'lishga ehtiyojimiz yo'q. Uning ustiga o'zimning xalifalikka tayinlanganligimni meni ko'p azobladi. Meni mamnun qilmagan ishqa
o'z o'g'limni qandoq tayinlab qo'yay? Agar bu vazifada bir xayrlik bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan bizga nasiba tekkan bo'ladi. Yo'q, agar xayrisiz o'tgan bo'lsa, Umarning oilasidan bir kishi Allohga buningdan hisob berish uchun so'roqqa tortilsa, shu yetarlik. Men buning jafosini ko'p tortdim. Oilamdan yana birining bu kunni ko'rishini hargiz xohlamayman. Men o'z oilamni tashlab etdim. Ularni ko'p narsadan mahrum qilib qo'ydim. Agar Allohning bu ulug' vazifasidan o'zimni qutuldira olsam, bakmi so'yingan bo'lardim, deb javob bergan edi. Shuni unutib qolmaslik kerakki, Umaviylar majlisni tark etib, taxtini bir-biriga o'tnib berish orqali uni oila saltanatiga aylantirib olganligi uchun boshqalarning noroziligiga ko'p uchrab ketgan edi. Shunisi aniqki, garchi Hazrat Alining tarafdorlari xaliflikning ahli baytga xos ekanligini o'ttirib qo'yib turib olgan bo'lsa-mu, bu boshqa oilalar Umaviylardan texmi ustun degan ma'noni ifodalaydi. Shuning bilan birga Umaviylar kengayishga tayinib, maqsadiga yetolmaydiganligini bilib, vasiyatnoma yozib qoldirish yo'li bilan huquqni bir-biriga o'tkazib berganligi uchun huquq butunlay ularning qo'liga qolgan edi. Fiqhshunos olimlar xaliflik uchun bir yurish shartlarini o'tirib qo'ydi. Ammo bu shartlar musulmonlarga xalifa bo'lg'ich kishida bo'lishga tegishli umumiy xususiyatlar edi. Bu olimlar xalifaning musulmon bo'lish, er kishi bo'lish, balog'atga yetgan va odil bo'lish kerakligiga doir shartlarda birlikka kelgan bo'lsa-mu, xalifaning Quraysh nasabidan bo'lish kerakligi haqida o'xshamagan fikrlarni bayon qildi. Musulmon bo'lish xalifada bo'lishga tegishli eng muhim shart deb qaraladi. Chunki ma'lum bir rahbarlik qurilmasiga bosh bo'lgan kishining o'zi shu qurilmaning ichki mohiyatiga ishonmay turib, uni ijro qilishi mumkin emas. Bir odam islomning siyosiy va idoriy sistemasining muvofiq ekanligini jazm qila olmay turib, qandoqsiga musulmonlarning beshiga o'tib, bu sistemani samimiyatlik bilan yurgiza oladi va uningga rioya qilmaganlarni jazolay oladi. Undan boshqa xalifalik uchun erkak bo'lishimi zarur shart. Chunki ayollar erlarga qaraganda hissiyotchan va jismoniy jihatda erlardan ojiz bo'lg'achqa, bu vazifaga tayinlanguchining qilishi kerak bo'lgan imomlik, qo'shin yo'tkash va jinoyatchilarni jazolashga o'xshash ishlarning hududidan chiqib bo'lolmaydi. Xalifadan talab qilinadigan odil bo'lish shartiga kelsak, har insonning adolatga bo'lgan mayli va ko'z qarashi o'xshash bo'lmaydi. Chunki adolat darajasini o'lchaydigan maxsus o'lcham yo'q. Ba'zi bir kishilarning adolat tushunchasi aniqdir. Bo'libmi, biz gapini qilayotgan sahobalarning hammasi adolat ahli edi. Bu nuqtadan elib aytganda, ba'zi kishilarning axloqiy fazilatda boshqalardan ortiq ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Shuning uchun fazilat o'lchamlari jihatdan ikkinchi darajaga kiradigan kishilarning imom bo'lishi joizdir. Demakki, xalifalikka tayinlanmoqchi bo'lgan kishining butun jamiyat kishilarining eng fazilatlisi bo'lishi shart emas. Balki fazilatda o'z davr kishilari bilan teng darajada yoki uningdan tuvanroq bo'lgan kishilar tayinlansa-mu bo'ladi. Hazrat Abu Bakr xalifalikka tayinlangan kuni o'zi bu ummatning eng fazilatlisi turib mundaq degan edi: "Men eng yaxshilaringlar bo'lmasam-mu, meni o'zinglarga xalifa qilib sayildinglar." Uning bu so'zi bir hisobda jamiyatda uningdan fazilatli kishilarning borligiga dalolat bo'la oladi. Buning bilan birga uning xalifaligi inovatlik bo'lg'achqa, uningga itoat qilish har bir fuqaroga vojib edi. Xalifalikka qo'yilgan balog'at shartiga kelsak, bu balog'atga yetgan yoshlarga bay'at qilishga, ya'ni xalifalikka tayinlashga bo'ladiganligini, uning xalifaligining inovatga ega ekanligini bildiradi. Undan boshqa inson yoshli cho'ng, tajribali kishilarni texmi ko'p hurmatlaydi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom shimolda Sharq Rim imperatorligi bilan jang qilish amrini olgan qo'shinning beshiga Osama ibn Zaydni qo'mondon qilib tayinlaganda, albatta musulmonlar xohlab-xohlamay buni qabul qilishdi. Ham qabul qilmay bo'lmaydi. Chunki bu amrni ularning o'z jinidan aziz ko'radigan ulug' payg'ambari bergan edi. Ammo ba'zilar qo'shin ichida Osamadan kuchli kishilarning borligini aytib, bu amrga e'tiroz bildirishdi. Haqiqatan qo'shin ichida Hazrat Umar va Abu Ubaydaga o'xshash kishilarmi bor edi. Ammo Payg'ambar alayhisalomning qarori amr farmon edi. Shundaqla uning bu qarorida balog'atga yetgan bir yoshning qo'shinda o'zining kuchli kishilar bo'lsa-mu, qo'shinga qo'mondonlik qila oladiganligiga doir dalil bor edi. Tunji xalifa saylangan vaqtda peshqadam va tajribalik deb hammaylan Hazrat Abu Bakrni bu vazifaga loyiq ko'rishdi. Chunki u vaqtlarda
uning yoshi 60 dan olqib qolgan edi. Ammo eng ko'zga ko'rinarlik yosh sahobalardan Hazrati Ali, Zubayr ibn Avvam va Sad ibn Abu Waqqas qatorliqlarga hech kim diqqat qilmadi. Chunki bulardan hech birining yoshi texi 30 dan oshmagan edi. Uning ustiga xalifa bo'lish ularning xiyoliga kirib chiqmagan edi. Xalifa ham mantiqa ham shariat jihatdan vojib bo'lib, musulmonlar o'zlariga rahbarlik qilib, davlatini boshqaradigan bir rahbarga muhtojdir. Islomiy davlat shakli xalifalik bo'lib, bir jamiyatni davlatsiz tasavvur qila olmaganimizdek, musulmonlarni xalifasiz tasavvur qila olmaymiz. Davlat yo'qolsa, xalqda hukumatsizlik eng kuchayadi. Ijtimoiy tartib buzilib, fitna-fasod va qalaymaqonchilik avj oladi. Gunoh va jinoiy qilmishlar ko'payib, insonlar bir-birini yeb tugitadi. Agar xalifalik yiqilsa, islom tuproqlari yot kuchning qo'liga o'tib, ular tarafidan bulang-talang qilinadi. Eng qimmatli narsalar xonavayron qilinadi. Avval bir qonun chiqarilib, jamiyat uning bilan kontrol qilindi. Ondan jamiyatni tuzash bahonasida kufrlik bilan to'lgan qonun loyihalar yo'lga qo'yilishga boshlaydi. Darhaqiqat, xalifalik yiqilgandan keyin musulmonlar dunyoda mana shunday oqibatga duchor bo'ldi. Islomda xalifalik faqat Kengash majlisi a'zolarining xalifa nomzodiga bay'at qilishi bilan amalga oshadi. Kengash majlis a'zolari deganimiz jamiyatda adolat, ilm va taqvodorlik qatorliq fazilatlari bilan tonilgan komil shaxsiyatlik valiylarni ko'rsatadi. Aslida bular Kengash majlisining eng ustun qatlamidagi bir tabiqiy hisoblanadi. Chunki xalifaga qo'yilgan shartlar valiylarga o'xshashli qo'yiladi. Undan boshqa xalifa kengashi valiylarga maslahatchi bo'ladigan odil kishilar bilan yerlik hukumatning kengash a'zolarini o'z ichiga oladi. Valiylar yerlik kengash a'zolaridan xalifa uchun bay'at oladi. 4 xalifa davrida Madina shahri davlat majlisining markazi edi. Chunki payg'ambar alayhisalomning sahobalarining ko'pinchisi va rahbarlikda vazifa o'tayotgan valiylarmo mushu shaharda o'ltirishliq edi. U davrlardagi saylamga zamonimizdagidek butun xalq emas, balki faqat kengash a'zolari qatnashadi. Xalqning ko'pchiligining bay'at qilishi odat va normal ish bo'lsa-mu, xalifalar bu ishda bak dag'dug'i ko'rsatib ketmay, balki faqat musulmonlar orasida to'nilgan kishilarning tasdiqiga qaraydi. Kengash a'zolarining hammasi emas, balki ko'pchiligi bay'at qilsa, shu kifoya edi. Ularning bay'ati bilan xalifa tasdiqlangan bo'ladi. Shunga oz sondagi sahobaning bay'at qilmasligi bilan xalifa tasdiqdan o'tmagan hisoblanmaydi. Agar xalifalar ko'p sondagi kishilarning bay'at qilishini muhim deb bilsa, bu ularning xalqning o'ziga qanday qaraydiganligini, ya'ni xalqning o'zini qo'llaydigan yoki qo'llamaydiganligini va sahobalarning o'zlari haqidagi qoyilligini sinab ko'rishni maqsad qilganligidan bo'ladi. Xalifa saylimi davlat majlisi tarafidan o'tkazilib, tasdiqlanganiga qaraganda islom olami yaqinqi zamonlarda yurgizayotgan saylam va tasdiqlash sistemalarini qabul ko'rmaydi. Chunki bu sistemalar bilan elib berilgan saylam har doim o'zini nomzod qilib ko'rsatgan diktatora yoki siyosatchining tashviqotlari ta'sirida uning manfaatiga mos holda natijalanadi. Yaqinqi yillardan buyon bu xil ahvollarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib turyapmiz. Siyosatchilar bu sistemalarni asos qilgan holda umumiy xalq saylimi deb atalgan yangi bir metodni kashf qilishdi. Bu o'z rahbarlik qurilmasini rasmiylashtirish uchun to'liq ovoz bilan ta'minlashga o'xshash bir ish bo'lib, xalq bu saylam orqali nomzod bo'lg'uchining tarafdori bo'ladi yoki uningga qarshi chiqadi. Ovoz bergan vaqtda nomzod o'ttirib qo'ygan plan va ko'z qarashlarni qo'llaydiganligini yoki uningga qo'shilmaydiganligini bildiradi. Eg'izda deyildigini mana bu. Amaliyotda hozirgacha elib berilgan xalq saylamining hammasi mutlaq ko'p ovozga erishish. Ya'ni hammasi 96% dan yuqori shakl bilan nomzodning arzu istak va manfaatiga uyg'un holda davomlashmoqda. Bu bizga shuni tushuntirib bermoqda. Xalqning ko'z qarashi har xil bo'lsa-mu, lekin hech qaysisi saylamda o'z manfaatini qo'g'dash va haqqoniyat tarafdori bo'lish imkoniyatiga ega bo'la olmaydi. Chunki ular bu haqda aniq bir tushunchaga ega emas. Shunga xalq umumiy saylamda yoki nomzod bo'lg'uchining pardozlab o'tirib qo'ygan plan tashviqotlariga aldanganidan yoki qo'rqqandan har doim yolg'on ovoz berishga majbur bo'ladi. Xalqning bilimsiz, nodon tabiqasi, ichinarligi xalqning ko'p qismi bulardan tashkil qiladi. Bular shaxsiy manfaat, shahvat va arzu havaslari bilan
har doim o'zlariga manfaat yetkazadigan kishilarga yoki tashviqotini eng dabdabali qila oladigan siyosatchilarga ovoz beradi. Darhaqiqat, bu nodon xalq siyosatchilarning har kuni har xil o'ynaydigan nayrangvozliklarining tegiga yetib bo'lolmaydi. Bu saylamlarning haqiqiy yuzini ko'rsatib beradigan mundaq bir voqea bo'lib o'tgan ekan. Avam xalq tabiqasidan ilm yuzi ko'rmagan nodon yosh bir qiz ovoz berish uchun saylam sandiqining oldiga keldi. Kimga ovoz berishni bilolmay turgan qizga bir nomzodning rasmini ko'rsatishibdi. Ammo u nomzodning chiroy turqi qizga yoqmabdi. Kishilar qaddi qomati kelishgan yana bir nomzodning rasmini ko'rsatibdi. Bu nomzod qizning ko'ngliga yiqibdi va uningga ovoz beribdi. Raqibidan ustun kelish uchun bir ovozga ehtiyoji bo'lgan bu nomzod u qizning ovozi bilan saylamda o'tib chiqibdi. Mana mushundoq saylovchilarning nodonligidan foydalangan nomzod har xil nayranglar bilan saylamda o'tib chiqa oladi. Saylam haqidagi bundoq misollar bakmi ko'p uchraydi. Shunga bir jamiyat nodon peti qolgan sari o'zlariga haqiqiy turda xizmat qila oladiganlarni saylay olmaydi. Saylovchilarmo har ishqa hissiy muomala qilib, faqat o'z arzu-manfaatlari uchunla xizmat qiladi. Davlat zolim va xalqqa besim ishlatadigan bo'lib qolsa, ilm, irfon, Allohdan qo'rqish deganlardan nasibisi yo'q qarqo'saq kishilarning ko'proq saylanishini umid qiladi. Yoki hamisha o'z nafsiga cho'q tortadiganlarning saylanishi uchun barliq imkoniyatlarni yaratib, ularga maydon hozirlab beradi. Shu orqali davlatni o'zi xohlagancha idora qiladi. Hatto bu manfaatparastlardan texmi cho'ng ishlarni kutadi. Mana mushu sabablar tufaylidan islom dini davlatning har tarafiga yayilgan kengash arboblarga bayat qilishni yetarlik deb biladi. Yerlik amaldorlar, vali, hokim va xalqmo bu kishilarni taniydi va ularga hurmat bildirdi. Bu zotlardimi xalqning haqiqatning sirtida bir narsa deyishidan to'sadigan, Allohdan qo'rqadigan qalbi bor. Ular Allohning insonlarga ato qilgan